Tordaki didarsiz paranglar. Bola chaqasini qo'shganda Yaponiyada 500 dan ortiq Uyg'ur bor deyiladi. Bu bir taxminiy son. Qandoqla bo'lmasin, sifatli tarbiya ko'rgan Uyg'urlar Yaponiyada ko'p desak xato bo'lmaydi. Yaponiyada ilm tahsil qilguvchi Uyg'urlarning ko'p qismi oliy maktab o'qituvchilari, hech bo'lmaganda o'tir texnikum o'qituvchilari. Undaq bo'lmagandimi jamiyatdagi hol kuni obdan kishilarning jamoatlari. Ular Uyg'ur jamiyatining yuqori qatlam madaniyat ahli bo'lib, nurg'un kishilar ularni cho'ng biladi. 21-asrdagi taraqqiyot ishlarimizning yo'lboshchilari deb qaraydi. Amaliyotda ularni o'zi mansub bo'lgan xalqning yuzi va bu xalqqa doir siyosiy tadbirning turtkisi bilan xalqning madaniyat va maorifining vakil xarakteriga ega ixtisosliklari sifatida chet elga chiqib o'qish fursatiga erishgan. Shunday ekan, ularni o'zi tug'ilib o'sgan jamiyatga nisbatan ijtimoiy, iqtisodiy nuqtadan javobgarlik pozitsiyasida bo'lib, madaniyat va maorif jihatda qo'zg'atquchlik rol elishi kerak. Oliy darajalik tarbiyaga erishguncha oldi bilan shaxs sifatida mavjuddir albatta. Lekin u ijtimoiy mavjudiyat sifatida jamiyatdan ayrilanmaydi. Konkret tuzum, madaniyat va e'tiqod shakliga ega jamiyat uningga nom berish bilan billa bu nomga qandoq erishish to'g'risidagi vijdon, qimmat qarash va e'tiqodni ato qiladi. Mana bu ulardagi ijtimoiy, milliy kimlikning mazmuni. Oliy madaniyat va maorif egalarining o'z xalqiga bo'lgan mas'uliyati ana shu kimlikni o'z davrining vaziyati yuksakligida tonib yetishi bilan zish munosabatlik. Uyg'ur o'qimishliqlarida ziyoli degan nima degan savol ustidagi muhokama texi boshlanmadi. Jamiyatimizdagi kishilar oliy maktab va o'tir texnikum maktablarining diplomiga erishganlarning hammasini ziyoli deb qaraydi. Qanday xizmat bo'lishidan qat'iy nazar hukumat ishtiyotiga o'tib, qalamni faqat maosh daftariga imzo qo'yish uchun ishlatadigan odamlarmi o'zini ziyoli deb atashni yaxshi ko'radi. Bu ma'nodan aytganda bizda ziyoli ko'p, lekin ijtimoiy krizislarimiz to'g'risida gap qiladigan tuzuk odam yo'q. Edvard Said kasb bilan bo'lib, jamiyat ishlari bilan kori bo'lmaydigan kishilarni kasbiy bilim ahli, ya'ni kasblar deb atagan. Uning qarashicha haqiqiy ziyoli manfaat uchun emas, aqida uchun mavjud bo'lishi kerak. Bu gapcha bo'lganda bizdagi manfaatning turtkisi bilan harakatlanib yurayotgan kasbiy mashinalar bizga oramizda ziyoli bodek tuyg'u berib qo'ygan. Amaliyotda aqidasi uchun mavjud bo'ladiganlar ish o'rni kapolatidan yiroq yoki yetarlik iqtisodiy kirim kapolatidan nobahraman holda tipirlab yuribdi. Zodi ziyoli degan nima? Qanday kishilar ziyoli bo'la oladi degan masalalarga biz texnik javob izlamadik. Abduqodir Damulla, Mamtili Apandi, Abduxoliq Uyg'ur, Qutliq Shavqi kabi odamlar 20-asrning oldingi yarmidagi munavvar ziyolilarimizdir. Biz ularning obrazini yetarli tahlil qilsak, ziyoli degan ufqumga Uyg'urcha tushuncha bera olamiz. Yaponiyada o'qiyotgan necha yuzlagan kasb ahli ichida qanchalik ziyoli bor? Buningga kesib bir nima demakdas. Buningga ularning navbatdagi tuhbillari va ijtimoiy javobgarlik sezimlari javob berishi mumkin. Men jamiyatimizdagi bir qism kishilar javob izlayotgan masalalarga Yaponiyada o'qiyotgan yoki xizmat qilayotgan yuqori ma'lumotli kishilarimizdan javob olish maqsadida ularni ilxat orqali ziyorat qildim. Xatimni Uyg'urlarning aloqador nuqtaliq to'r bekatlari hamda men taniydigan kishilarning ilxat adresiga yo'lladim. Ularga o'zi taniydigan qarindoshlarga ushbu xatimni yo'llab qo'yishni havola qildim. Yaponiyadagi ma'lumotli qarindoshlarimizdan bir mazgil inkos bo'lmadi. Oxir 1-2 yildan to'rda menga xat yozib, menga ruhiy jihatdan madad berdi.
Ziyorat suollarimga rasmiy javob yo'llaganlardan texi derak yo'q edi. Afsuslanib turgan vaqtimda javoblar kelishga boshladi. Lekin javob yozganlar ko'p bo'lmadi. Ilgari oxir bo'lib javob yozganlarning soni 10 ga yetdi. Yaponiyada ilm tahsil qilayotganlarni 400 atrofida deb qarasak, 40 dan bir ilmgar qarindosh javob yozgan bo'ladi. Qolganlar balkim oldirashdi yoki olli nimalardan ehtiyot qilgandi. Yoki bo'lmasa ziyoratimdan xabarsiz qolgandi. Qandoqli bo'lmasin, mutlaq ko'p sondagi qarindoshlarimiz Peqirning ziyoratiga e'tiborsiz qaradi. Buningdan mundaq xulosaga keldim. Har kim o'z qo'yida bo'lib ketib, bir-birining ish harakatiga nisbatan eransiz, bir-birining qalbidagi ovozlarni anglamas bo'lib ketgan. Taraf-tarafdan kelgan shamollarda chechilib yurgan taklamakan qumlari Yaponiyada bir o'chim yepishmas qum edi. Bizdagi tabiiy fan mutaxassislari ijtimoiy masalalarga ko'ngil beradigan pallaga texi yetmagan. Einstein va Andrey Sakharovning ruhi ularga texi ko'chmagan. Men manga bir-birlab javob yezib, ishlarimni qo'llaganlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ular tashqi dunyoni tushunishga intilayotgan, atrofidagi cho'ng-kichik masalalarga javob izlayotgan sodda oq ko'ngil kishilarga o'zining bilganlaridan ozgina bo'lsa taqdim qilib ihson ko'rsatdi. Bu ihsonning o'ziga tushliq natijasi bo'ladiganligi aniq. Men biror muhokimalik kitobga loyiq javob keladi deb o'ylagan edim. Afsus, undaq bo'lmadi. Javob yozganlarmi oldirashlik ichida yozgan edi. Endi men ularni qisqagina suhbat xotirasi qilib ko'pchilikka sunishni loyiq topdim. Javob yozganlarga yana bir qitim rahmat. Yaponiyada o'qiyotgan qarindoshlarga yozgan murojaatim tovandikicha. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Kelajak qayg'usida yiroq Yapon diyorida jafoliq yashab, ijtihod qilayotgan har qaysingizlarga ehtirom bildiraman. Sizlar 21-asrdagi ma'naviy va moddiy boyligimizga kepillik qiladigan oqillarimizning bir tarkibi qismi sifatida kishilarimizga umid va ilhom bag'ishlayotsizlar. Oldi bilan o'zimni qisqacha tanishtirib o'tay. Men Abduqodir Jaloliddin bo'laman. Xinjiang Ma'arif instituti adabiyot fakultetining o'qituvchisi. Yaponiyaga ayolimni yo'qlash munosabati bilan kelganimga 6 oy bo'lib qoldi. 3 oydan beri ayolim o'qiyotgan maktab Jaysitda tadqiqotchi o'quvchi sifatida turayotaman. Bu yerga kelgandan beri Yaponiya jamiyatining ahvoli, kishilik munosabati, ma'arifi qatorliqlar haqida oz to'la tushuncha hosil qilgan bo'lsam-mu, aniqki vaqtning qisqaligi va boshqa cheklamalar tufaylidan bu tushunchalarimni cho'nqurlashtirish imkoniyatidan yiroqman. Yaponiyadagi Uyg'ur vatandoshlar bilan yuztirani uchrashib, keng kushoda paranglashish orzusida bo'lgan bo'lsam-mu, vaqt, iqtisod qatorliq omillarning manfiy ta'siri bilan bundoq fursatlarga erishib bo'lolmadim. Mening sizlarni ko'rgim bor. Sizlarning qimmatli fikringlarni anglag'im bor. Vatanimizdagi taraqqiyotga intiladigan, lekin sizlardek fursatlarga erishib bo'lolmagan umidvor kishilarimizga ochiq-chuchuk tajriba saboqlaringlarni, yurak so'zlaringlarni og'ash ketgim bor. Chunki ularda tarbiyaviy qimmatga ega aktiv omillar mo'l deb o'ylayman.
Hozirgi sharoitda qandoq o'ylashlar emas, qandoq qilishmi muhim. Qandoq yashashmi odamdagi saponi ko'rsatadigan alomat bo'lib qoldi. Yot madaniyat muhitida hayotlik uchun yo'l etish jihatda bizga ulgu bo'g'idek qimmatli bilimlar bo'lsa-mu, o'qish va turmush ehtiyojidan kelib chiqqan aldirashliklar sababidan ularni sistemalik bayon qilib berish fursatining sizlarga nisb bo'lmaganligini qiyos qilish qiyin emas. Vujudinglarga tinib ketayotgan ashu bilimni qo'zg'ab chiqish maqsadida sizlarni elxat orqali ziyorat qilishni muvofiq topdim. Har qanday bir bilim egasining o'ziga mas'ul bo'lish zaruriyati bor bo'lganidek, o'zini ijtimoiy orqa ko'rinish bilan ta'minlagan, o'ziga tuz bergan xalqiga mas'ul bo'lish burchi bor. Bundaq javobgarlik tuyg'usi jahon ko'rgan odamga intayin tonish. Men oldimizdagi 3-oyning oxiri vatanga qaytaman va u yerga borgandan keyin sizlarni ziyorat qilib erishgan materiallar asosida cho'ng tipdagi maqola yozib matbuotda e'lon qilmoqchi. Albatta, bu jihatda har qaysingizlarning taklif maslahatlaringizlarga muhtojman. Agar ziyoratimga berilgan javoblar bir qadar sistemalik javoblar bo'lib qolsa, maxsus suhbat sifatida berishga bo'ladi. Bu haqda boshqa fikringizlar bo'lsa, askartib qo'yishingizlarni umid qilaman. Chunki bu Yaponiya. Shundaqdimi, ona xalqinglarga men orqali yetadigan ma'naviy sovg'atinglarni ayamaydiganliginglarga ishonaman. Bilim qimmatlik ham shifo baxsh dori darmakka o'xshash o'zini va o'zgini xushparaq qiladi. Qadrli vatandoshlar, savollarim haqida to'liqlash fikrida bo'lsangizlar, bu men uchun yordam hisoblanadi. Oyimay bayon qilgaysizlar. Savollarga qanday javob berish ixtiyoringizlarda. Hatto o'zingizlar his qilgan masalalarni savoldan tashqari o'tirg'a qo'ysangizlarmi bo'ladi. Mazkur ziyorat savollarimni ko'rgandan keyin sizlar biladigan boshqa qarindoshlarimizga yo'llab berishingizlarni so'rayman. Javob eng kechikkanda 2-oyning oxirlarida kelsa bo'ladi. Ism familiyangiz, vatandagi xizmat o'rningiz, Yaponiyadagi tavallikingiz, kasbingiz, tadqiqot temingizni askartib qo'ygan bo'lsangiz, sizlarga vatandoshlik va qarindoshlik salimi yo'llab Abduqodir Jaloliddin 2003-yili 1-oyning 11-kuni. Ziyorat savollari va javoblar. 1. Hozir yoqlayotgan kasbingiz, ya'ni tadqiqot temingizni qanday turtki bilan tanlagan edingiz? Uning jamiyatimizning navbatdagi yerlik ehtiyoji bilan qanday munosabatda bor deb qaraysiz? Farida Abliz, Xinjiang Tibbiy universiteti teri kasalliklar bo'limidan, Yaponiyada Chiba universiteti meditsina maktabining doktor aspiranti. Yurtimizda mikrob bilan yallovlanishdan kelib chiqqan kasallik bak ko'p. Yezlarimizda texmi shundoq. Lekin yurtimizda mikrob tadqiqoti bir bo'shliq. Bir kun baldur bo'lsa-mu, kasallik sababini to'g'ri aniqlab, qarindoshlarimizni ruhiy azob va iqtisodiy qiyinchilikdan qutuldirish mening orzuyim. Kamil Mustafa, Xinjiang universiteti matematika fakultetida ishlagan. Hozir Hiroshima xalqaro universitetining doktor aspiranti. Men vatanda matematika o'rgangan, ham shu sohada o'qituvchilik qilgan. Yaponiyaga kelib, hozir kontrol va sistema nazariyasi degan kasbda doktorlik kursida o'qiyapman. Abdurahmon Ablemit, Xinjiang Ma'arif institutining biologiya o'qituvchisi, muhit biologiyasi bo'yicha doktor aspiranti. Mening tadqiq qilayotgan masalam muhit biologiyasi sohasiga kiradi. Asli kasbim biologiya bo'lg'ashqa, navbatdagi dunyoda, jumladan yurtimizda paydo bo'layotgan biologiyalik muhit masalasini hal qilishga ozroq bo'lsa-mu o'z kuchimni chiqarib, xalqimning umidini oqlay deyman. Himit Sidiq, Xinjiang Tibbiy universitetidan o'qiyotgan o'rnini demagan. Hozirgi kasbini, ya'ni Yaponiyaga kelgandan keyin tanlagan kasbini aniq demagan. Agar sharoit yor bersa, yurtimizda bir bo'shliq to'ldirilgan bo'ladi. G'ayrat To'xti Kanji, kompyuter ilmi bo'yicha doktor,
ma'lum bir shirkatda ishlaydi. Men oliy maktabda puttirish harpisida kompyuter yumshoq detaliga tuyuqsiz qiziqib qoldim. Sababi ancha esimda qolmabdi. O'qish bitirish maqolasini Apple kompyuterida Uyg'urchani bartaraf qilish to'g'risida yozishni iltimos qilgan bo'lsam-mu, bu sohada yetakchi o'qituvchining yo'qligidan amalga oshmagan edi. O'qish bitirgandan keyin Aqsu Darul Mualliminda 2,5 yil xizmat qilish jarayonida MS-DOS asosida o'zgartish olib berib, UHK 213 Uyg'urcha, qozoqcha, qirg'izcha, xanzucha mashg'ulot sistemasini yasab chiqdim. Orqadan bu sistema muhitida ishlaydigan hujjat besish sistemasini ishlab chiqdim. Shuning bilan o'zimning yumshoq detal sohasida biror ish qila oladiganligimga ko'zim yetdi. Keyin ishlagan sistemalarni cho'rdigan holda kompyuter mashg'ulot qo'llanmasi degan kitobni Aqsu Fan texnika komitetining nomida 2 qismda tarqatdim. Ufqam Jur'at To'xtikanjining yordamida Yaponiyaga kelgandan keyin o'qituvchim bilan so'zlashish orqali ig'izni echib yepish va boshning harakatlari orqali kompyuterga buyruq yetkazish ham video kameraning yordamida barmoqni chashqanak o'rnida ishlatish degandek temalar ustida tadqiqot olib bordim. Buning jamiyatimizning yerlik ehtiyoji bilan aloqasi bo'lmasa-mu, lekin uning taraqqiy qilayotgan davlatlarning meyitlar va yashanganlarga kompyuter ishlatish jihatda qulaylik yaratish jihatdagi farovonligini amalga oshirishidagi oddiy bir boshlanish deb qarayman. Jur'at To'xtikanji kompyuterga aloqador ma'lum bir shirkatda. Vatanimizda yer osti boyliqlari nihoyat mo'l. Bular hozirgi sur'atda echilsa cho'qim bir kuni tugaydi. Shuning bilan vatanimiz energiyasiz bir makonga aylanadi. Keyingi avlodlar energiya masalasini qanday hal qilishi kerak? Men mushu masala ustida o'ylanayotgan vaqtimda Yaponiya sanoat gazetidan Sharp degan shirkatning quyosh energiyasi batareyasi jihatda nihoyat yaxshi natijalarni qo'lga keltirganlik to'g'risidagi xabarni ko'rdimda, mushu kasbga yurish qildim. Agar bu kasbni egallasam, kelgusi avlodlar va insoniyat uchun cho'qim foydali ish qilib bera oladiganligimga ishonchim bor edi. O'qish bitirgandan keyin ma'lum bir shirkatning tadqiqot o'rnida 3 yil yana mushu tema ustida tadqiqot olib berishga to'xtamlashdim. Lekin reallik odamning o'ylig'inidek bo'lmaydi ekan. Men bu yerda 2 tadqiqot ustida ishlab 2 yil o'tganda shirkat iqtisodni bahona qilib bu tadqiqotlarni to'xtatdi. Men tadqiqotimni davomlashtirish uchun boshqa o'rinlar bilan aloqalashdim. Biroq amal bo'lmadi. Agar men bu yapon bo'lgan bo'lsam amal bo'ladi. Amalsizlikdan o'zim o'rgangan kasbdan boshqa kasbda xizmat qilyapman. Bir kunlarda mumkin bo'lsa, yana shu tema ustida tadqiqot olib borg'im bor. Qutlug' Sabit Musashi Texnologiya institutining qatnash ilmi magistr aspiranti. Men Yaponiyaga 1996-yili 4-oyda kelgan edim. 1 yil yapon tili o'rganib bo'lib, qaytadan Yaponiyada oliy maktabdan boshlab o'qigan. Oliy maktabda o'qigan kasbim muhit uchuri edi. Hozir qatnash ilmi kasbida magistrlikni yoqlayapman. Bu ikki kasbning bog'lanishi bo'lsa, shahar qatnashining muhitga bo'lgan ta'siri va shahar qatnashining iqtisodga bo'lgan ta'siridan iborat. Bu yerda kasb to'g'riliq yozsam, necha bat yezib ketish ehtimolim bor. Shunga oddiy tushuncha berdim. Endi bu kasbni tanlashdagi turtkiga kelsak, Urumchi 1997-yili va uning oldingi yillarimi dunyoda 10 cho'ng muhiti bo'lgan shahar degan nomni oldi. Demasakmi, Urumchida yashayotgan har qanday bir odam qish kunlari eli yoqqan qorning atisida qop-qora bo'lib ketganini ko'radi. O'tgan yili shaharlik hukumat 200 ga yaqin tor o'choqni yiqishdan to'xtatdi. Hozir Urumchining havosi biroz tozalangan bo'lsa-mu, masalani tubdan hal bo'ldi degili bo'lmaydi. Men Urumchida tug'ilib, Urumchida cho'ng bo'lgan. Shunga Urumchining muhit masalasini o'z ko'zim bilan ko'rib kelgan. Muhit bulg'unishi odamlarga har xil kasallarni olib keladi. Eng ko'p uchraydigani o'pka, qizilo'ngash, burun yallig'i degandek kasallardir. Bu yerda meditsina ilmidan so'z ochmoqchi emasman.
Lekin muhit masalasi kallamdan izchil turdi ketmedi. Shuning bilan muhit kasbini oliy maktabdan boshlab o'rganish qaroriga kelib, 1997 yili Musashi Texnologiya institutining muhit uchuri kasbiga rasmiy o'qishga kirdim. 4 yil o'qish jarayonida shahar qatnashining muhitga bo'lgan ta'sirining cho'ngliqini to'nib yetdim. Shuning bilan shahar qatnash ilmini ilgirlagan holda tadqiq qilish va egilash uchun hozir maktabimning sanoat tarmoqi qatnash ilmi kasbiga 2001 yili magistrlikka kirdim. Jamiyatimiz taraqqiyot bosqichida bo'lg'achqa, muhit masalasini to'g'ri yo'l bilan hal qilish va bu haqda texnikalik tadbirlarni qo'llanishga to'g'ri keladi. Shundaqla shahar qatnash masalasini planlash, boshqarish degandek masalalarni taraqqiy qilgan allardan o'rganib yo'lga qo'yishga to'g'ri keladi. Lekin bu kasbda ziyolilarimiz bakmi kamchil. Men bu bo'shliqni to'ldirish bilan birga vatanimizning muhit masalasini va shahar qatnash masalasini texnikalik usulda bartaraf qilishda yetakchilik rolini olayman. Shundaqla hozirgi jamiyatimizni mushundaq kasb egallariga muhtoj deb tushunaman. Saltanat Ibrohim Kyoto universitetida tadqiqot bilan shug'ullanadi. Men Xinjiang pedagogika universitetida adabiyot o'rgangan edim. Yaponiyaga kelib, yapon tili o'rganish jarayonida Uyg'ur tili bilan yapon tilining grammatiki jihatda o'xshab ketadiganligini bayqab, bu sohada tadqiqot olib boradigan professorlar bilan aloqa qildim. Ularning qabul qilishi bilan Kyoto universitetining adabiyot fakultetida magistrlikni tugatdim. Mening magistrlikda yozgan maqolam Uyg'ur tilidagi kelishlar bilan yapon tilidagi kelishlarning o'xshashligi ham farqiga oid temada bo'ldi. Balkim bu bizning jamiyatimiz uchun bir yangilik bo'lishi mumkin. Maqolam e'lon qilingandan keyin ko'plagan kishilarning olqishiga erishdim. Uyg'ur tilini biladigan har qanday bir kishining boshqa bir tilga qaraganda yapon tilini hayron qolarlik holatda tez o'zlashtira oladiganligi buningga pokitdir. Oy javob berganda salohiyatini askartmagan. Men Yaponiyaga kelib bu yerdagi qatnash vositalarining ona yurtimdagidan necha 100 hassa ko'p bo'lsa-mu, lekin havosining sof va supsizlik ekanligini bayqadim. Men ona yurtimning bo'libmi Urumchi shahrining istutaklik havosini o'zgartirish uchun muhit ilmini o'rganish qaroriga kelib, hozirgi kasbni tanladim. Ikkinchi, siz Yaponiyaga kelgandan keyin duch kelgan eng zo'r qiyinchilik nima? Bu qiyinchilikning ruhiy va ijtimoiy sabablari bormi? Farida Ablis yurtimni va oilamni seg'inish mendagi eng zo'r qiyinchilik. Kamil Mustafa Yaponiyaga kelib duch kelgan eng cho'ng qiyinchilikim Yaponiyaning ijtimoiyatiga ko'nishdan iborat deb qarayman. Buningdagi sabab vatanda o'tgan kunlarimga ish og'ritishdan iborat. Abdurrahman Ablimit Men Yaponiyaga kelishdan burunla yaponcha asosimni puxta solgan hamda inglizcha materiallarni ko'ralaydigan saviyada edim. Men Yaponiyaga kelgandan keyin duch kelgan masala mol bahosining o'rlab ketishidan kelib chiqqan iqtisodiy masala bo'ldi. Kalti ishda pishtas bo'lsa o'qishni qandoq davomlashtiraman? Yaponcham yaxshi bo'lg'achqa ishda pishim osonga tushdi. Biroq vaqtni qandoq o'rinlashtirish masalasi beshimni qatirdi. Xudoning iltifoti bilan uzun o'tmayli o'qish mukofotiga erishdim. Shundaqdimi iqtisodiy masala dastlabda meni xeyli oldirtib qo'ydi. Yaponiyada xususiylar ta'sis qilgan mukofot nihoyatda oz. Shundaqla ko'p sondagilarning yosh cheklamasi bor bo'lg'achqa, yeshi kichiklarga qaraganda mendaklarga tanlash fursati oz bo'ldi. Hamid Sidiq eng zo'r qiyinchilik iqtisodiy qiyinchilik. Chunki yaponlar bilan bizning oramizdagi iste'mol saviya farqi bak cho'ng. Buning ruhiy besimi nihoyat og'ir bo'lib, qo'limizni qisqa qilib qo'yibdi. G'ayrat to'xtikanji bu masalaga hamma odamning beradigan javobi o'xshash bo'lsa kerak. Iqtisodiy qiyinchilik Yaponiyada o'qiyotganlarning eng zo'r qiyinchiligi.
Men ukam bo'lg'achqa va o'zim akagan pul bilan yaponcha o'rgangachga ancha qiynalmadim. Yaponiyadagi har qanday bir o'quvchining beshida iqtisodiy besim har qachon mavjud. Shaxsiy xarajat bilan kelganlar texmi shundoq. Buni albatta Yaponiya bilan vatanimizdagi iqtisodiy farqning cho'ngligi keltirib chiqargan. Jur'at to'xtikanji. Men Yaponiyaga kelgandan keyingi eng cho'ng qiyinchilik iqtisodiy qiyinchilik bo'ldi. Balkim bu bizdek iqtisodiy kuchi ojiziyatdan kelgan ko'p sonli o'quvchilar uchun o'rtaq qiyinchilik bo'lishi mumkin. Dadam ömür bo'yi yiqqan iqtisodini mening Yaponiyada o'qishimga sarf qilgan edi. Lekin bir o'qituvchi ömür bo'yi ishlab qanchalik iqtisodga ega bo'la oladi deysiz. Dadamning o'qishim uchun sağan mablag'i Yaponiyaga kelib o'qish puli to'lashimga aran yetdi. Lekin ish topgandan keyin qiyinchilik hal bo'ldi. İş tepib bo'g'icha yigidek bir narsa yo'q necha haftani osh-to'q o'tkazib bu dunyoga to'ralganimga pushaymonmi qildim. Hatta bu dunyo bilan xo'shlashish xiyollarini qildim. O'ylab baxsam shu vaqtda kichikkanman. Aslida odam jafo tatib cho'ng bo'lar ekan va ruhiy jihatdan yetiladi ekan. Ashu jafolarni tatib ruhiy jihatdan yetilgandek his qildim. Hozir ruhiy jihatdan yetilishimga turtki bo'lgan Yaponiya muhitiga rahmat aytaman. Qutlug' sabit. Uyg'urlar Yaponiyaga kelgandan keyin tamoq, muhit, til, iqtisod qatorliq jihatlarda har xil masalalarga duch keladi. Tamoq masalasi meningcha cho'ng masala emas. Chunki Yaponiyadan yemak-ichmakning har qanday topqila bo'ladi. Faqat o'zingizning qilib ketalishingizga bog'liq. Hammadan yomoni til va iqtisod masalasi desak bo'ladi. Til masalasiga kelsak, Yapon tilini bu yerga kelib o'rgangili bo'ladi. Lekin tabiiy fanda o'qiyman deydigansiz, ingliz tilini bilmasangiz bakmi og'ir ahvolga duch kelasiz. Shunga biz Uyg'urlarga Yaponiyada ikki xil tilni birga o'pmishga to'g'ri keladi. Bir tilning o'dasidan chiqmay turib, yana bir tilni o'rganaman deyishmi ancha oson ish emas. İqtisod masalasiga kelsak, Yaponiya iqtisodiy jihatda ikkinchi kuchli davlat. Shunga ular bilan o'tirimizdagi iqtisodiy farq nihoyat cho'ng. Tokyo dunyo bo'yicha mol bahosi eng yuqori shahar. Yaponiyada bir tovuzni 1000 yenga olamiz. Bu 65 yuan xalq puliga teng. Buningga yurtimizda 20 atrofida tovuz keladi. U yerdagi qiyinchilikning ijtimoiy sababi deganda, u bizning milliy ma'orifimizga berib taqaladi. Chunki Uyg'urcha maktablarda inglizcha o'rganadigan fursat yo'q. Buni ijtimoiy sabab desak bo'larmikin? Saltanat Ibrohim. Men Yaponiyada duch kelgan qiyinchilik yashash usuli va iqtisodiy qiyinchilikdan kelgan ruhiy besim. Men bu yerga shaxsiy pulim bilan kelgachga bak qiynalgan edim. Bumi uzunga qolmay hal bo'ldi. Amdiki qiyinchilik ruhiy besim, yolg'izlik, musofirchilikdan iborat. Oy. Eng cho'ng qiyinchilik yangi muhit va yangi tadqiqot yo'nalishiga moslashanmaslik. Buning sababi bizning o'rta va oliy ma'orifimizdagi o'lik holda o'rgatish va o'rganish usuli. 3. Boshqa ellardan kelgan studentlar bilan birga o'qish davomida odatdagi universal sapa jihatda qanday tanishga keldingiz? Farida Abliz. Odamning sapasini ijtimoiy muhit belgilaydi ekan. Kamil Mustafa. Yapon jamiyatiga ko'nish eng cho'ng qiyinchilik. Bu yerda kishi vatanda o'tkazgan behuda chog'lariga ish og'irtadi ekan. Abdurahmon Ablikim. Men boshqa ellardan kelgan studentlar bilan aloqa qilish jarayonida sapa jihatdan ulardan hech qanday farqimizning yo'qligini his qildim. Ular inglizchada yaxshi, lekin yaponchada ravon emas. Ularning ko'p sondikilari hukumatning puli bilan o'qig'ili keladi ekan. Mayli qaysi davlatdan kelgan bo'lmasin, ularning xarakteri asosan o'z davlatining ahvoliga moslashgan bo'ladi ekan. Ularning ko'pinchisi Uyg'ur desa bilmaydi ekan.
Jungodan keldim desang, Jungoliqqa o'xshamaydi ekansan deb toza ishonmaydi ekan. Ümit Sidiq. Bu dünya irodalik, tirishchan va g'ayratlik insonlar uchun keng quchoq ochgan ekan. Garchi har qaysi allardan kelganlar o'ttirisida har xil farqlar bo'lsa-mu, bir mezgillik tirishish natijasida pan jihatda barobarlashib ketiladi ekan. Lekin insonlarning nasli va ona tarbiyasi mangu farqlanib turadi ekan. Uyg'urlar garchi iqtisod jihatdan to'van bo'lsa-mu, adab axloq, urf-odat, mijoz xuluq, chiroy shakl jihatlarda boshqalarni jalb qila oladi ekanmiz. G'ayrat To'xtikanji. Maktabda boshqa allardan kelganlar bilan ko'p aralashmagan bo'lsam-mu, o'qishning oxirgi 2 yilida Rotary klubining o'qish mukofotiga erishib, shu mukofotga erishgan chet elliklar bilan uchrashish fursatiga ega bo'ldim. O'zimning kasbiy jihatda ulardan qilishmaydiganligimni, hatto ulardan ustun turadiganligimni his qildim. Lekin ulardagidek jamiyat qarashi va odamiy qarashning menda xeyli kam ekanligini his qilib, buni yurtimizdagi kitobda banini o'qitib qo'yish usulining keltirib chiqarganligini tonib yetdim. Jur'at To'xtikanji. Boshqa allardan kelgan studentlar bilan birga o'qish davomida shuni his qildimki, vatanimizda yaxshi oila tarbiyasi va oliy ma'arif tarbiyasi olgan har qanday bir Uyg'ur hargizmi Yaponiyalik, Amerikalik yoki Yevropalikdan to'van turmaydi. Ular har qanday yerda raqobat dunyosiga o'zini qo'rqmasdan atalaydi deb ishonaman. Qutluq Sobit. Boshqa allardan kelgan o'quvchilar bilan yapon tili o'rganish jarayonida 1 yilni o'tkazib, bizning universal sapoyimizning to'van emasligini his qildim. Amerika va Yevropa allaridan kelgan o'quvchilarning dunyo qarashi va uchur boyligi bizninkidan farq qiladi. Ular ingliz tilini bilgachga dunyoni bizdan bakrak bilgandek ko'rinadi. Lekin undaq emas. Ingliz tili faqat bir quroldan iborat. Ulardan o'rganadigan yerlarimiz bor. Lekin ularning bizdan o'rganadigan yerlari bor. Ko'plagan kishilarimiz ingliz tili bilgan odamni hammani biladi deb, uningga qarig'ulachi ishonadi. Xuddi Xanzuchi bilganni hamma narsani biladi degandek. Oliy maktab davrimda har qaysi fanlarni yaponlar va boshqa chet elliklar bilan raqobatda o'rgandim. Demak, bizning hech yerimiz boshqalardan kam emas. Oramizda har xil odamlarimiz bor. Ular vaqt, tozalik degandek masalalarga diqqat qilmay milliy sapoyimizni xunuklaştirib qo'yadi. Bu hol har qanday millatdan tepiladi. Bundaq masalalarni asta-asta tuzitib ketgili bo'ladi. Saltanat Ibrohim. Biz Osiyoliklar o'zimizni erkin tutolmaydi ekanmiz. Har qanday vaqtda ehtiyotchan bo'lib, g'ururimiz bilan yashayolmaymiz. Erkinlik saponi ko'tarishning muhim bir omili. O'zimni olsam, o'ttira ham oliy maktabda o'rganmagan, isrof bo'lgan vaqtimni 6 yil tirishibmi to'liqlayolmadim. Erkin qiziqish va havas bilan biror kasbni maqsadlik holda o'rganish orqali iqtidorimizni o'stirishimiz kerak. Sapoyimizni jiddiy ko'tarish kerakligini, undaq qilmasak ahvolning yaxshi bo'lmaydiganligini his qildim. 4. Sizningcha Uyg'ur ziyolilaridagi eng cho'ng yetarsizlik nima? Ortiqchilikchi. Farida Oblis. Uyg'ur ziyolilarining yetarsizligi shaxsiyatchi ham millatni so'yish ruhi ojiz. Ortiqchiligi jafoga chidamliq. Komil Mustafa. Meningcha ziyolilarimizda saviya o'sgan sira boshqalarni yaratmaydigan odat bor. Ortiqchiligi sharoitni o'zi yaratib olg'a ilgirlash ruhi bor. Abdurahmon Oblimit. Uyg'ur ziyolilarida kam narsaning intayin ko'p ekanligini his qilishga bo'ladi. Buning sabablari ko'p bo'lsa-mu, askartishga tegishliki, ilmga nisbatan cho'nqur izdinish ruhi yo'q. Astoydillik va mas'uliyatchanlik kam. Ümit Sidiq. Eng cho'ng yetarsizligi o'zini to'g'ri faraz qilolmaydi va o'ziga to'g'ri baho berolmaydi. Ortiqchiligi tirishchan. G'ayrat To'xtikanji. Ortiqchiligi erkin tafakkur qila oladi. Yeni ideyalarni o'ttirg'a qo'ya oladi.
Mundaqcha aytganda, tafakkur qilish iqtidori xeyli kuchli. Kamchilligi o'rin va o'ziga ishonmaydi. Tadqiqot va o'rganish ishlaridan xotira qoldirishga, ularni yakunlab e'lon qilishga e'tibor bermaydi. O'ziga va o'zining qilgan ishiga gumon bilan qaraydi. Shuning bilan o'zidan gumon qilib qilgan ishini boshqalarga bildirmaydi. Jur'at to'xtikanji. Meningcha Uyg'ur ziyolilarining eng cho'ng yetarsizligi shuki, ular oliy maktabni bitirgandan keyin dunyodagi jami narsani bilib bo'lgandekla tirishmaydi. Buning balkim sharoit va davr bilan zish munosabati bo'lishi mumkin. Lekin hammani sharoitga döngab qo'yish oqilonalik emas. Bizning ziyolilarimiz o'z yashayotgan va xizmat qilayotgan muhitga emas, butun dunyoga nazar selishi kerak. Qutlug' sabit. Uyg'ur ziyolilaridagi eng cho'ng yetarsizlik shuki, ularda intilishchanlik sus. Ular bir idoraga kirib olsa ish tugaydi. Maoshni saq osamli bo'ldi deb o'ylaydi. Hukumat 1985-yildan boshlab bir qism kishilarni Yaponiyaga o'qishga chiqardi. Boshda kelganlar xeyli ko'p natijalarni yaratgan edi. Yaqindan buyon kelganlar moddiy boylikqa o'zini urib, o'zlarining o'rganish va tadqiqot uchun kelganligini unutib qelyapti. Balkim ular uy elish, bola beqishning vasvasasida shunday qilgandi. Ular Yaponiyada ishlash bilan bo'lib ketib, vatanga qaytgandan keyin ko'rmagan ishni ko'rdim deb yo'q tashviqotni qilib, chet elda o'qish xiyolida bo'lgan yoshlarimizni qaymoqtirmoqda. O'ziga ishonchisi yo'qlar o'zini asalda yo'qotib qo'yadi. O'z oldiga ish qila oladiganlar oz. Boshqalarning yo'l boshlashiga qarayman deb patqoqqa petib qoladi. Ularning ortiqchiligi, chidamliq, har qanday muhitga moslashib ketalaydi. Dunyo fan texnikasining oldingi sepida natija qozonayotganlar oz emas. Saltanat Ibrohim kamchilligi chet el tilini bilmaydi. Bilgan narsalarni boshqalarga o'rgatmaydi. Ma'lum bir yili bizning maktabga, ya'ni Kyoto universitetiga 2 dangliq til tadqiqotchisi kelgan edi. Professorimiz ulardan savol so'ragan edi. Ular duduqlab qizirib ketdi. Professorimiz kulib ketdi. Ziyolilarimizning ortiqchiligi kamtarlik bo'lsa kerak. Kamchilligi shaxsiyatchilik va uningdan kelib chiqqan ichki torliq. 5. Sizningcha Yaponiya jamiyatida o'qish va turmush kechirish uchun qanday salohiyatni hozirlash kerak? Farida Ablis. Hozir Yaponiyaga haqiqiy o'qish maqsadida kelganlardek oz. Haqiqiy o'qish va o'qish hayotini ma'nilik o'tkazish uchun har qanday ruhiy besim va jafo mushaqqatga chidab, kechini kunduzga ulab tirishib, qiyinchilik ustidan g'olib kelalaydigan bo'lish kerak. Kamil Mustafa. Meningcha Yaponiyada o'qish uchun ma'lum darajada iqtisod bo'lishi, o'rganish va emgakni yaxshi ko'radigan alohidlik bo'lishi lozim. Abdurahmon Ablimit. Bizmi boshqalar qilganni qila olamiz. Buning uchun til o'tkili eng muhim. Yaponcha bilib qolmasdan inglizchani bilish kerak. Yemit Sidiq. G'ayrat va g'urur bo'lishi kerak. G'ayrat to'xtikanji. O'zini hargizmi boshqalardan tovanmi ko'rmasligi, yuqorimi ko'rmasligi, o'ziga ishonishi kerak. Ondan izchil o'rganishni to'xtatmaslik lozim. Jur'at to'xtikanji. Meningcha, Yaponiya sharoitida o'qish va turmush kechirish uchun bizning qarindoshlarimiz cho'qim oldi bilan o'z kasbida atrofli bilim egasi bo'lishi, shuningdek ingliz tili yoki yapon tilini mukammal egallashi, uningdan qolsa Yaponiyada 1 yil yashag'idek iqtisod to'plashi kerak. Chunki 1 yilda keyingi o'qish uchun shart hozirlashga to'g'ri keladi. Yaponiyada tirishgan odamni uzib chiqa oladi. Qutlug' sabit. Bu odamning o'ziga bog'liq. Faqat oddiy turmush kechirish xiyolida bo'lsangiz, oz to'la yapon tili egallab ishlasangiz bo'ladi. Masalan, oshpazlik, savdogarlik deganlardek. Yana zavodlarda ishlasangizmi bo'ladi. Dunyoning oldingi saviyasida turmush kechirman deydigansiz, undaqda yapon tilidan boshqa ingliz tilini puxta egallab, kasbdimi puxta bo'lsangiz bo'ladi. Yaponiyada o'qiyman desangiz, oldi bilan til masalasini hal qiling. İngiliz tilini egallab qo'ying. İşlaringiz asta-asta yurishib ketadi.
Saltanat İbrahim. Yapon tilini ma'lum darajada bilish bilan birga yaponlarning xarakteri va urf-odatlarini egilab qo'yish kerak. Bu shartlarni hozirlamaganda o'lib ketmaysiz, ammo yaponlar sizni ko'zga ilmaydi. Yot bir elga chiqqanda har bir Uyg'ur boshqa qarindoshlarga vakil bo'lib qoladi. Ular ajdodlarining shuhratiga va millatining obro'yiga mas'ul bo'lishi kerak. Men yo'ldan chiqmadim, siyosiy ishlarga aralashmadim, kishiga bo'zak bo'lmadim. Bir Uyg'ur qizi bo'lib g'ururim bilan yashadim. Qiyinchilik va har qanday dard alamga chidaydigan iroda bo'lishi kerak. 6. Vatandagi bir qism kishilar yaponlar bizni yaxshi ko'radi deb qaraydi. Siz buni amaliyatingizdan o'tkazdingizmi? Farida Ablis. Bunisi menga aniq emas. Lekin shuni kesib ayta olaymanki, yaponlar tirishchan odamni bek yaxshi ko'radi va uningga yordam qo'lini sunadi. Komil Mustafa. Bu bir taraflama gap. Yaponiyada Uyg'ur degan millatni bilmaydigan nurg'un kishilar bor. Abdurahmon Ablimit. Men u gapga ishinib ketmayman. Men tosh tushgan yerida aziz degan tamsilni bek yaxshi ko'raman. Har qanday millat o'z madaniyatini o'zi atib olaydi ham uningdan faxrlanadi. Yaponlar shundoq. Ular bizni toza tushunmagashga bizga qiziqsa kerak. Tushunmagan narsaga qiziqish nisbatan umumyuzlik hodisa. Hamid Sidiq. Uyg'urlarni biladigan yaponlar bizdan bakrak Ipak yo'liga qiziqadi. Uyg'urlarni bilmaydiganlar Jungoda bizdek millatning bo'g'anligiga qiziqadi. Yaponlarda Uyg'urlarni tushunib amroqliqidek tonish texi shakllanmagandi. Yaponlarda hammalarga qizg'in muomala qilish odati bo'lg'ashqa, Uyg'urlar yaponlar bizni yaxshi ko'radi deb xato uqumga ega bo'lib qolgan. Lekin ularning bizni yomon ko'rmaydiganligi aniq. Jur'at to'xtikanji. Bu butunlay quruq gap. Shunisi aniqki, yaponlar harmay talmay tirishadigan har qanday irq va millatni yaxshi ko'radi. Chunki ularning o'zining mavjudligini tirishib xizmat qilish orqali ifodalaydi. Qutliq Sobit. Bu gapni menmi anglagan? Yaponlar Uyg'urlarni emas, Ipak yo'lini yaxshi ko'radi desak muvofiqmikin? Bizni yaxshi ko'radiganlarmi yo'q emas? Ular bizni nima uchun yaxshi ko'radi? Buni o'ylanib ko'rganlar bormidi? Balkim ular bizga taraqqiy qilayotgan davlatdan kelgan iqtisodiy ojiz xalq deb yoki Ipak yo'lidan kelgan deb eslashlik qilar. Yaponlarning ichidami askillari bak aski. Hammasi biz televizorda ko'rgandek emas. Masalaga ikki tarafdan qaragan tuzuk. Menga yordamda bo'lgan yaponlar az emas. Bu mening Uyg'ur bo'lganligimdan emas. Ularning ishonchisiga ega bo'lganligimdan bo'lgan. Demak, ular o'zlarining ishonchisiga erishgan odamga yordam qiladi. Agar siz bir qatim ularga yolg'on so'zlab chinib qolsangiz, ular sizga mangu ishonmaydi. Yaqindan buyon Yaponiyadagi Uyg'urlar orasida har xil ishlar yuz beryapti. Yaponlarni aldash va o'qituvchisiga yolg'on so'zlash degandek masalalar ko'rilyapti. Bu hamon keyin kelgan Uyg'urlarning ishiga pasib ta'sir ko'rsatdi. Men bundan ansirayman. Saltanat İbrahim. Shundoq. Yaponlar haqiqatan Uyg'urlarni, ya'ni turkiy millatlarni yaxshi ko'radi. Sababi Yaponlar Ipak yo'liga qiziqadi. Men har yili yaponiyalik sayohatchilarning tarjimoni sifatida vatanga beryapman. Ular xuddi o'zimizning yurtiga kelib qolgandek bo'layotimiz deyishib ketadi. Ular buning sababi nimadir deb savol qo'yishadi. Bu bir ahmoqona qarash. Ular bizga hissdoshlik qiladi xolos. Men o'zimning bir qism fazilatlarim bilan ularning hurmatiga erishdim. 7. Yaponlarning xarakteridagi siz eng qoyil bo'lgan element nima? Siz yoqtirmaydigan elementlarmi bormi? Farida Ablis. Yoqtiradiganim shuki, ular astoydil, tirishchan va rostchil. Yoqtirmaydiganim shuki, ular o'z ko'z qarashini aniq aytmaydi. Komil Mustafa. Yaponlarning eng yaxshi yeri ular bir ishni astoydil qiladi. Lekin ular chet elliklarni yaxshi ko'rib ketmaydi. Abdurahmon Ablimit.
Men nurg'un kishilarga o'xshashla yaponlarning samimiyligi, astoydilligi, jafoga chidash ruhi, kamtarligi ham emgakchanligiga bakmi qoyil bo'ldim. Bu balkim tabiiy sharoit va ijtimoiy tuzum bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Himit Sidiq. Men ularning yamato xislatini, ya'ni o'z millatini, o'z davlatini boshqalardan tavan qo'yishni eng cho'ng nomus deb biladigan irodasini yaxshi ko'rdim. Ular kichikgina orolda yashag'ashqimikin ko'ngli ko'ksi kang emas. G'ayrat to'xtikanji. Meni qoyil qilg'ini yaponlarning tirishchanligi va hamkorlashish ruhi. Men yaponlarning tirishqin degan gapini eng yaxshi ko'raman. Chunki Yaponiya jamiyati tirishchanlik orqali yaratilgan. Jur'at to'xtikanji. Yaponlarning xarakterida meni eng qoyil qilgan ikki narsa bor. Biri astoydillik, yana biri oziqlanish odati. Ularning astoydilligi johillikni o'z ichiga oladi. Ya'ni bir ishga johillik bilan kirishib, uningdan cho'qim natija qozonadi. Agar biz Uyg'urlar bu ikki ruhni o'zimizga yuqtirsak, kelgusida millatning istiqboli cho'qim yaxshi tarafga yuzlanadi deb o'ylayman. Qutluq Sabit. Yaponlarning tirishchan, intizomchan ruhi meni qoyil qiladi. Ikkinchi dunyo urushida mag'lub bo'lib vayron bo'lgan bir davlatning xalqi necha 10 yil ichida qad ko'tarib, dunyoda taraqqiy topgan ikkinchi iqtisodiy cho'ng davlat bo'lib qoldi. Bu tirishchanlik va intizomchanlikning mahsuli. Men ularning oila madaniyatini yoqtirmayman. Bir oilaning butun a'zolari birlikda munchiga tushadi. O'tir maktabda o'qiyotgan qizlarmi xijil bo'lmay dadasi bilan birga dushmunchiga tushadi. Ular buni dada bola o'ttirisidagi muhabbat deb tushunadi. Lekin boshqa har qanday bir el odamining buni to'g'ri topganini ko'rmadim. Yana biri yaponlarning ichi tar. Buni birlikda xizmatda bo'lsangiz bilasiz. Ulardan eshib ketsangiz hargiz unumaydi. Agar siz odatdagi xizmatchi turib, boshliqingizdan yaxshiroq kiyinsangiz, sizni asalla o'ngshab qo'yadi. Saltanat Ibrohim. Men yaponlarning tirishchanligi, osonlikcha bel qo'yib etmaydiganligi, tadqiqot ishlaridagi samimiyligi va inchikeligini yoqtiraman. Ammo yaponlar o'zidan boshqa hech kimga ishonmaydi. Ulardagi yolg'izlik, zerikish, umidsizlik, hissiyotsizlik, xunuklik, ruhiy besim qatorliqlarni keltirib chiqarayotgan reallikni men yoqtirmayman. Erlar erdek yashamaydi. Ayollarmu ayollarga xos go'zallikka intilmaydi. Ayollar farzand tarbiyalash jihatdagi yaxshi an'anasini unutmoqda. Bolalarda pul uchun deydigan bir taraflama qarash ig'ir. Yosh o'smirlarda jinoyat sodir qilish ko'payib ketyapti. Oy. Mening yoqtirganim yaponlarning o'z xizmatiga bo'lgan sodiqligi va mas'uliyatchanligi. Lekin ularni inson bo'lgandikin ba'zi nuqsonlardan xoli emas. 8. Yaponlarning Uyg'urlarga o'xshab ketadigan taraflari bormi? Sizningcha ular an'anaviy o'z madaniyat bilan yot madaniyatning munosabatini qanday bir taraf qilgan? Farida Ablis. Yaponlarning adabligi, siliq sipoyiligi, qoida usullari Uyg'urlarninkiga o'xshab ketadi ekan. Ammo hozir ularning u xislatlari va qoidalari yemirilishga boshlab etibdi. Komil Mustafa. Salom sihat odatlari biz Uyg'urlarninkiga o'xshab ketadi deb qarayman. Lekin hozir shaharlardagi Uyg'urlar orasida salom sihat qoidalari yo'qolib ketyapti. Himit Sidiq. Yaponlar madaniyatli bo'lsa an'anaviy yoki yot demasdan qabul qilishga mahir. Jur'at to'xtikanji. Meningcha Sharqi Osiyo kishilari bo'lish sifati bilan yaponlarning bizga o'xshab ketadigan yeri yo'q deb qarayman. O'xshashligi bor deyilsa, tillarimizning grammatikalik qurilmasi o'xshab ketadi. Chunki har ikkilisi Oltoy tillari sistemasiga kiradi. Bundaq o'rtaqlik hamda bizning Hanzu til yoziqini tanishimiz bizning yapon tilini tezroq o'rganishimizga foydali sharoit yaratib beradi. Qutluq Sabit. Yapon ayollarining erlarini cho'ng bilishi,
Uyg'urlarninkiga o'xshab ketadi. Kichiklar cho'nglarning oldida adabsizlik qilmaydi. Lekin Tokioda ahvol boshqacha. Tokioliklarni yaponlarning o'zimi aski deb tillaydi. Yaponlarni yot madaniyatni bakma oson qabul qiladi desak bo'ladi. Yoshlari texim shundaq. Biroq an'anaviy bayramlarda yoshlarni o'zlarining milliy kiyimlarini kiyadi. Uyg'urlar o'zlarining milliy bayramlarida aqallisi to'p kiyishni esiga olmaydi. Shunga yaponlarni o'z va o'zga madaniyatning farqini yaxshi ayirgan deyishga bo'ladi. Saltanat Ibrohim: Yaponlarning axloqiy qoidalari biznikiga o'xshab ketadi. Yaponlar o'z madaniyatini intayin qadrlaydi. Milliy madaniyatni boshlang'ich maktabdan boshlab tanishtiradi va uni qo'g'dashga da'vat qiladi. Shuningdek, ular yot madaniyatni hurmat bilan qabul qiladi. Hayron qolganim shuki, qabul qilganda 100 yil bo'lgan yot madaniyatni boshqalarning deb e'tirof qiladi ham uningga izzat qiladi. Ay, Yaponlar o'zlarining an'anaviy madaniyatini saqlashga va uni taraqqiy qildirishga yuksak darajada ahamiyat beradi. Shuning bilan birga boshqalarning ilg'or madaniyatini qabul qiladi. 9. Siz Yaponlar va boshqa chet elliklar nazaridagi milliy salohiyatimiz haqida nimalarni his qildingiz? Farida Ablis: O'z millatimizni so'yishimiz va o'z millatimizdan faxrlanishimiz kerak. Himit Sidiq: Har birimiz o'zimizni bir millatning vakili deb qarab, insoniy qadr-qimmatimizni saqlab tursaqlar, boshqalarning nazaridagi o'rnimiz o'sadi. Jur'at To'xtikanji: Meningcha, nurg'un yaponlar va boshqa chet elliklar dunyoda bizning mubolaqamizni bilmaydi. Ajdodlarimiz o'zlarini dunyoga tanitqidek natijalarni qo'lga keltirgan bo'lsa-mu, yaqin tarixdan beriqi avlodlar undoq qilolmadik. Yaponiyada o'zi ishlayotgan o'rinlarda ajoyib tirishchanliklari va ko'zga ko'rinarli natijalar orqali o'zining xos va milliy kimligini tanitayotganlarmi bor. Lekin bularning soni bir butun Uyg'ur millatining soniga selishtirganda nihoyat oz. Tirishib o'rganib, Yaponiyaga kelib o'qiydiganlarning soni 10 mingga yetsa va bular Yaponiyaning har qaysi sohalarida yaxshi natijalarni qo'lga keltirsa, buning milliy mavjudligimizni dunyoga tanishtirishga nisbatan ma'lum darajada tuhfasi bo'lishi mumkin. Qutlug' Sabit: Siz Yaponiyada o'zingizni men Junguliq deb tanishtirsangiz, anglaganlar hayron bo'lib, siz Arg'unmi deb so'raydi. Yo'q, men Uyg'ur, Junguning g'arbiy shimolidan keldim desangiz, ko'plari bilmaydi. Ko'plagan yaponlar Jungu desa, Xanzu millatini ko'z oldiga keltiradi. Junguda boshqa millatlarningmi, bo'libmi Uyg'urningmi baliqini xiyoliga keltirmaydi. Bu yanada tashviqot masalasiga berib taqaladi. Saltanat Ibrohim: Men ko'plagan faoliyatlarga qatnashib, bizning madaniyatimizdek madaniyatning yo'qligini, san'atimizning bo'lsa tangdoshsiz ekanligini his qildim. Biroq buni biladiganlar yo'q hisobda. Biz o'zimizning hayoti va kelgusiga soxta mas'uliyat bilan muomala qilib, xatarlik bir holatga tushib qoldik. Milliy ma'rifimizni jiddiy taraqqiy qildirmasak bo'lmaydi. Ay, biz o'zimizning kimligini aniq aytib berolmaydigan holatga tushib qoldik. Bu eng xatarlik. 10. Sizningcha paloni millat yoki davlat bizni yaxshi ko'radi degan qarash nimadan derak beradi? Farida Ablis: Boshqalardan panoh tilashdan derak beradi. Komil Mustafa: Bir taraflamalikdan iborat. Himit Sidiq: O'zining ko'nglini o'zi yasash, o'zini bechora ko'rsatishdan derak beradi. G'ayrat To'xtikanji: Bu o'zi tirishmasdan taqdirini boshqalarning belgilab berishini kutishdan boshqa narsa emas. O'zining baxti va o'zining kelajagini shu odamning o'zida yarata oladi. O'zi tirishmasa, boshqalar uni qandoqmi yaxshi ko'rsin? Allohmi yaxshi ko'rmaydi? Jur'at To'xtikanji: Bu yaramsizlarning qarashi. Biz boshqalar bizni yaxshi ko'rgidek bir ish qila oladikmi? Faqat ojizlarla o'ziga ashundoq tasalli beradi.
hozirgi sharoitda ojizlarni yaxshi ko'radigan dunyo mavjud emas. Qutliq Sabit. Bu o'zini qo'llab, ko'nglini ovundirishga urinishdek balalarcha ruhiy holat. Saltanat Ibrohim. Bu bir xil muhtojlikning ifodasi. O'zini yaxshi ko'rmaganlarni boshqalarni yaxshi ko'rmaydi. Ay. Bu o'zini ahmoq qilishdan iborat. Boshqalar seni o'z manfaati uchun yaxshi ko'radi va o'z manfaati uchun o'ch ko'radi. 11. Agar biri sizning Yaponiya Jungoga o'xshash tipik Sharqiy Osiyo davlati bo'lish sifati bilan nima uchun taraqqiy qildi deb so'rasa, nimalarni degan bo'lardingiz? Farida Ablis. Saxtalıqdan saqlanganligi uchun deb javob bergan bo'lardim. Kamil Mustafa. Yapon xalqi hamma ishda astoydil bo'lganligi uchun deydim. Himit Sidiq. Yaponlarning o'z davlatini haqiqiy so'yganligi va davlat bilan puhraning munosabati yaxshi hal qilinganligidandir. G'ayrat To'xtikanji. Yaponlarning hormay qilmay ishlash ruhi bilan xalqroga yuzlanganligidan bo'lgan deyman. Jur'at To'xtikanji. Buning ikki omili bor. Biri Yaponlarning qat'iy ruhi, yana biri ular fan texnikining davlatni kuchli qiladigan omil ekanligini 100 yil burun tanib yetishi. Yaponiya davlati gullanishning fan texnikidan ayrilanmaydiganligini tanib yetib, yuksak darajadagi majburiyat ma'arifini 100 yil burun yo'lga qo'ygan. Bu xil ma'arif necha 10 yildan keyin meva berishga boshlagan. Qutliq Sabit. 7. savolga bergan javobimni takrorlayman. Saltanat Ibrohim. Yaponlar tug'ilibla taraqqiy qilgan emas. Ular 2. dunyo urushidan keyin inson ko'rmagan qiyinchilikning dardini tortdi. Ayni vaqtda Yapon xalqimi yolg'iz qolgan edi. Qaysidir bir davlat yoki millatning hissdoshligiga muhtoj edi. Ammo Yaponlarning qiynida biriga yolvoradigan omil yo'q. Shu chaqda eng chetga qilgan bu millat lebini tishlab turib tirishdi va dunyo xalqiga o'z irodasini tanitdi. Ular qoral bilan emas, bilim bilan o'tib chiqdi. Qisqasi, bu savolga Yaponlar jafo, qiyinchilik, azob natijasida bugungi kunga erishdi deb javob beraman. Ay. Javobim shu. Birinchi, Yaponiya buningdan 100 yil burun ilg'or Yevropa madaniyatini va ularning davlat tuzilmasini qabul qildi. Ikkinchi, Yaponlar mas'uliyatchan va tirishchan xalq. Uchinchi, 2. dunyo urushidan keyin Yaponiyaga Amerikaning boshqarish tuzilmasi bevosita ta'sir ko'rsatdi. 12. Siz turgan maktabning o'qitish va boshqarish tuzumlari ichida sizni qoyil qilgan omillar qaysi? Nima uchun? Farida Ablis. O'quvchining erkin fikr qilishini qo'llaydi. Masalan, men o'qituvchimdan tadqiqotim to'g'riliq maslahat so'rasam, u yordam fikrini beradi. Hargiz tadqiqotimga bevosita aralashmaydi. Maktab tuzumi bakchim. Dunyoviy ta'sirga ega jurnalda maqola e'lon qilmasa doktorlik unvoni berilmaydi. Kamil Mustafa. Yaponiyada o'qitish va tadqiqot hammadan ustun. Shunga o'qituvchilarning o'rnimi ustun. Himit Sidiq. Maktabning saviyasi va nom shuhrati shu maktabdagi professorlarning saviyasi bilan o'lchanadi. Bundaq bo'lganda kasb ahli maktabning haqiqiy xo'jasi bo'la oladi. G'ayrat To'xtikanji. Maktablardagi muhim ishlarni maktabdagi ma'muriy xodimlar emas, professorlarning kengashi belgilaydi. Bu intayin to'g'ri. Jur'at To'xtikanji. Maktabimning boshqarish jihatdagi tuzumlarini ancha bilib ketmayman. Lekin o'qitish va tadqiqot ishlariga maktab va davlatning oyamay mablag' selishi meni haqiqatan qoyil qildi. Konkret qilib aytsam, o'qiyotgan vaqtimda tadqiqotga kerakli material va uskunalarni qanchalik qimmat bo'lishidan qat'iy nazar, o'qituvchim 1-2 hafta ichida tajribaxonalarga talqib beradi. Agar 10-20 tuman yillik narsa bo'lsa, o'qituvchimni xabardor qilib qo'yib, o'zim zavoddan bevosita akeldiratdim. Fakultetlar ara tadqiqot jihatdagi hamkorlikning kuchlikligi meni qoyil qilgan yana bir ishdir.
Agar tajriba natijalarimizni o'zimizning uskunasida o'lchashga mumkin bo'lmasa, o'qituvchining tonishtirishi bilan boshqa fakultetning o'lchash uskunasini xohlagancha ishlatalaydim. Qutlug' Sobit. Men turgan maktab xususiylarning boshqarishidagi maktab bo'lib, davlat egiligidagi maktablarda ishlab pensiyaga chiqqanlarni taklif qiladi. Har qaysi cho'ng shirkatlarning direktorlari bizga amaliyotdan dars beradi. Hozirgi ishxonamda ayrim ustilim bor. Uningdan boshqa tadqiqotga lozimlik narsalarim tan. İşxonamni 24 soat ishlatalayman. İnternetdan so'z ochmasam bo'la. Zarur bo'lgan kitob va materiallar kutubxonadan topilmay qolsa, darhol setib olib akilib beradi. O'qituvchilarning hammasi doktorlik unvoni olganlar. Ko'plari Yevropa, Amerikalarda o'qigan. O'qituvchilar bizga uchur so'zlaydi. Kerakli kitoblarni o'zimiz o'qib olamiz. Saltanat Ibrohim. Meni qoyil qilgani maktablardagi maqsadlik erkin o'qitish va o'qish metodi. Dastlabda nima degan bosh-boshdoq o'qitish bu deb o'ylab qolgan edim. Keyincha buning sinfga o'quvchilarni solib olib, unumi bilan kori yo'q holda majburlab o'qitishdan ko'p yaxshi ekanligini sezdim. Yaponiyada 30 xil darsning ichidan siz o'zingiz xohlagan kasbni tanlasangiz bo'ladi. Bu siz xohlab ham qiziqib o'qigan kasb bo'lg'achqa natija chiqara olasiz. Bu yerda bolalarga boshlang'ich maktabdan boshlab jamiyatni ham qandoq yashashni o'rgatadi ekan. Shuning bilan mustaqil yashash odati bolalikdan tortib yetiladi ekan. Yaponiyadagi maktablar o'qitish va tadqiqot o'rnidan iborat bo'lib, uningdan boshqa ishlarni boshqarmaydi. Haqiqiy maktab shundoq bo'ladi deb o'yladim. Maktabning tuzumida o'qituvchi va o'quvchiga yuksak darajada erkinlik berilgan. O'qituvchilar dars so'zlaganda kitobdagi mazmunlarni o'quvchilarga chaynab yegizib o'ltirmaydi. Balki ularni mustaqil fikr qilishga yetaklaydi. 13. Yaponiyaga kelib o'qigandan keyin o'zingizning o'ylash usuli haqida nimalarni bayqadingiz? Farida Ablis. Masalalarni o'ylash doiram kengaydi. Kamil Mustafa. Xam xiyol qilmaydigan bo'ldim. Himit Sidiq. O'zimda xomlik, bo'shanlik, shaxsiyatchilik, ishonchsizlik illatlarining ig'irligini his qildim. Jur'at To'xtikanji. Bu javob berish tez bir savol bo'pti. Chunki odamning o'zining o'ylash usulining qandoq o'zgarganligini aniq his qilishi tez ish. Lekin men Yaponiyaga kelib nurg'un jafolarni tortib, ruhiy jihatdan yetilganligimni his qilaman. Har qatim vatanga qaytib berib, burungi fikrdosh do'stlarim bilan paranglashsam, fikrimizning bir yerdan chiqmayotganligini, oramizdagi yiroqlikning cho'ngib ketayotganligini his qilaman. Qutlug' Sobit. Savollaringiz bag'an sir murakkablashib ketib qoramdi qandaq? Burun biz bir ishga o'lik baho bergan bo'lsak, Yaponiyada mo'l uchurlar asosida har taraflama baho berishni o'rganadi ekanmiz. Saltanat Ibrohim. Bizda musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmabdi degan bir gap bor. Men burun yashaytdim, lekin o'ylanmaydim. Yaponiyaga kelib yashash qandoq bo'ladi, uning ahamiyati nada, vaqtning qimmati qandoq degan masalalarni o'ylanishga majbur bo'ldim. Qaraganda bu mendagi o'zgarish bo'lsa kerak. 14. Sizningcha Yaponiya ma'arifi bilan bizning ma'arifimizni qandoq selishtirish kerak? Farida Ablis. Yaponiya ma'arifi o'quvchilarning tabiiy iqtidori bo'yicha rivojlanishiga ahamiyat berar ekan. Jur'at To'xtikanji. Yaponiyaning boshlang'ich va o'rta maktab ma'arifini men ancha yaxshi ko'rmayman. Chunki bolalarning yukini yeniklatimiz deb bolalarni haddidan ziyoda mayliga qo'yib etgan. Ammo vatanimizdagi o'rta boshlang'ich maktab bolalarining yuki bo'lsa, ziyoda ig'irlashib ketgan. Qutlug' Sobit. Men bu yerda oliy ma'arif ustida gap qilmoqchi. Bizning ma'arifimizda kitob asos qilinadi, amaliyot oz. Yaponiyada dal buning aksicha. Yaponiyaning ma'arif mablag'i ko'p. Darsni qaysi fakultetda anglasak bo'laveradi. Bu ikki ma'arifni milliy ma'arif va davlat ma'arifi deb selishtirsak muvofiq deb o'ylayman.
Saltanat İbrahim, aniq bir narsa degili bo'lmasi kerak. Ma'arif degan bir jamiyatning tuzumi bilan zish munosabatlik deb qarayman. Yaponiyada ma'arifni hukumatdan tortib butun kuch qo'llaydigan vaziyat shakllangan. Ma'arifchilarning o'rni jamiyatda eng yuqori. Ular yuqori maoshga ega ham hurmatga sazodar. O'qituvchilarning fikr erkinligi bor. Askartish. Yuqorqi savolga ko'plari javob bermay o'rinni oqqoldirgan. 15. Yaponiya majburiyat ma'arifiga doir iqtisodiy, ijtimoiy va qonun xarakterli ko'zatishlarimiz bormi? Farida Ablis. Yo'q. Hamid Sidiq. Hamma o'quvchi o'xshash forma kiydi, o'xshash yeydi, barobar fursatdan bahramand bo'ladi. Kollektiv ruhni ta'kidlaydi. Jur'at To'xtikanji. Qonuniy ko'zatishim yo'q. Yaponiyada majburiyat ma'arifi butunlay haqsiz. O'qish yoshiga to'shmagan bolalarning davolanishi haqsiz. Balalar boshlang'ich maktabga kirguncha yerlik hukumat ularning har biriga oyda 5000 yen sut puli beradi. Yaponiyada darslik kitoblarni haqsiz taqitiladi. Oliy maktablarda o'qish xarajati xeyli qimmat. Lekin o'qish puli to'layolmagan o'quvchilarni Yaponiya hukumati har xil usullar bilan yo'lab turadi. Masalan, o'qish mukofoti berish, qarzni xizmatga chiqqandan keyin qaytarishga bo'ladi. Agar u hukumat xodimi yoki o'qituvchi bo'lib 5 yil ishlasa, bu qarz hukumat tarafidan ko'tarib etiladi. Saltanat İbrahim. Yaponiya majburiyat ma'arifida toki to'liqsiz o'rta maktabning 3-yilligigacha o'quvchilarning ota-onalaridan bir tiyinmi elinmaydi. Faqat tushlik tomoqning puli elinadi. Davlat ichi sayohatda uyushtirilsa, buning chiqimi ota-onalardan elinadi. Buningda qadimki shaharlar o'quvchilarga ko'rsatilib, Yaponiya tarixidan amaliy dars o'tiladi. To'liq o'ttirg'i chiqqanda o'quvchilarni chet elga ekskursiyaga chiqaradi va bu orqali ularga boshqalarning nazaridagi Yaponiyani his qildiradi. Davlatni so'yish tarbiyasi beriladi. Hayron qolarligi, balalar 7 yoshga kirguncha davlat ularning har biriga 5000 yendan pul beradi. 16. Siz o'qituvchingiz bilan bo'lgan aloqadan rozimi? Uning xizmat stili haqida nimalarni o'yladingiz? Farida Ablis. Bek rozi. Mening o'qituvchim butun umrini kasbiga bag'ishlagan dangliq mikrobshunos bo'lib, bek astoydil, talabchan, ko'yimchan ayol. U hayotimdagi meni eng qoyil qilgan o'qituvchi. Kamil Mustafa. Rozi. O'qituvchim meni kashkichi bir nima o'rgataman deb sinfga so'laolmaydi. Balki o'zligimdan o'rganishimga imkoniyat yaratib beradi. Hamid Sidiq. Rozi. Maktabni o'z uyidan ortiq ko'radi. O'z xizmatiga bo'lgan sadoqati kuchli. Jur'at To'xtikanji. Men o'qituvchim bilan bo'lgan munosabatdan 80% rozi. U mening tadqiqotim uchun yetarli sharoit yaratib berdi. Men uning ilmiy jihatdan meni texmi yaqindan yetaklashini umid qilatdim. Lekin bu kishi bak oldirash bo'lg'ashqa tadqiqot doklodini beradigan chog'da oyda bir qitim ko'ralayman. Demak, tadqiqot jarayonida tas masalaga duch kelsam, uni topolmaydim. Qutlug' Sabit. Rozi. U kunda keladi. Yo'q vaqtida ilxat yo'llasam javob beradi. U o'z kasbini bakmi so'yadi. Ishi tugimasa maktabdan qaytmaydi. Hatto ta'tildimi tamommaydi. Yeshi 60larda bor. Qerib qoldim, topqinimni yeb yashay demaydi. U o'ziga yaragan yangi kitoblarni bizning o'qib ko'rishimizga tavsiya qiladi. Talaba qattiq, achchig'i yomon. O'rgatishga kelganda masalalarni nihoyat tafsiliy tushuntiradi. Saltanat İbrahim. Shundoq rozi. U menga odam o'ziga ishonishi kerak. İşiniş bulması yaşaganның ma'nosi bo'lmaydi deb tarbiya berdi. Uning yetib yesimi yetadigan iqtisodi bor turg'uluq qattiq izlanadi. 50 yoshdan oshdim, dam olay demaydi. Odam oxirgi tiniqigacha o'rganishi lozim deb ta'kidlaydi.
Uningga hatto yaponlarmi qoyil. Mening maktabim mamlakat bo'yicha oldingi qatordagi maktab. Bu maktabda Nobel mukofoti olganlarmi ko'p. Men ustozimni mangu hurmatlayman. Erim Ahmadjon bilan ikkimizning bugünkidek yukselishimizga shu muallim sababchi bo'ldi. 18. Ona tilingizdan boshqa qaysi tillarni bilasiz? Chet el tili o'rganish jihatdagi sarguzashtlaringizni so'zlab bera olamsiz? Farida Abliz. Xanzucha, inglizcha, yaponcha bilaman. Til o'rganishda alohida yaxshi usul yo'q. Siz shu tilga muhtoj bo'lganda uni eng tez o'rgana oladigansiz. Himit Sidiq. Ona tilimdan boshqa xanzu, yapon, ingliz, rus tillarini bilaman. Til o'rganish jaboliq bo'lsa-mu, boshqa tildagilar bilan mungdishish xushallanarlik ish. G'ayrat To'xtikanji. Xanzucha, ruscha, inglizcha, yaponcha bilaman. Men o'z ona tilimni yangi yeziqda o'rgangan edim. Oliy maktab imtihonini koni yeziqda berdim. Mundaqcha aytganda, bir xil tilni ikki xil yeziqda o'rgandim. Oliy maktabga chiqqandan keyin dadamning maslahatini anglamay 5 yil o'zligimdan ruscha o'rgandim. Biroq u hech nimaga asqatmadi. Yaponiyaga kelishning oldida inglizcha o'rganishni boshlab, kelgandan keyin inglizcha bilan yaponchani tang o'rgandim. Hozir inglizcha, yaponcha va xanzucha kasbiy materiallardan bemalol foydalana olayman. Jur'at To'xtikanji. Men ona tilimdan boshqa yapon tilini bilaman. Bu albatta Yaponiyada yashash va xizmat qilishdagi qoral. İngiliz tilida o'z kasbimga doir maqolalardan yetarli foydalana olayman. Lekin ravon so'zlayolmayman. Shunga hozir men har kuni 2 soat inglizcha o'rganyapman. Meningcha chet el tili o'rganganda ko'p vaqt sarf qilish kerak. Diqqatni markazlashtirib 1 yil yoki 2 yil o'rganish kerak. Diqqat markazlashmaganda vaqt uzunga so'zilib ketib, ko'zlagan nishonga yetkilib bo'lmaydi. Qutlug' Sobit. Uyg'ur tilidan boshqa xanzucha, yaponcha, inglizcha bilaman. Turkchani oz to'la bilaman. Yapon tilini vatandagi chig'imda savodim chiqqidek o'rganib, qog'inini Yaponiyaga kelib o'rgandim. Ko'plagan vaqtimni anglashga sarf qildim. Men bir narsa yodlashga ancha qiziqib ketmayman. Shuni anglab o'rgandim desammi bo'ladi. Ingliz tilini bu yerda oliy maktabga kirib o'rgangan. Lekin bu menga xeyli eg'ir keldi. Bu jarayonni yozsam bir kitob bo'ladi. Turkchani qiziqish tufayli ancha-muncha o'rganib qo'ygan. Shunga ozroq so'zlay olayman. Til o'rganish har bir odam uchun o'zgacha ish. Men anglab o'rganishni yaxshi ko'raman. Saltanat Ibrohim. Men xanzu tili, yapon tili va oz to'la rus tili bilaman. Menimcha til o'rganganda tovandikilarga ahamiyat berish kerak. Birinchi, cho'qim sharoit bo'lishi kerak. Ikkinchi, shu tilni o'rganishdagi maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Uchinchi, xijil bo'lmaslik kerak. To'rtinchi, ham qarig'ulacha, ham tushunib yodlash kerak. Beshinchi, yodlagan narsani xato bo'lsa-mu amaliyotda ishlatish kerak. Oltinchi, raqobat ruhi bo'lishi kerak. Men hozir ingliz tili o'rganyapman. Men yapon tili o'rganganda so'zlar yozilgan kartalarni oshxona, yotoq va o'rganish uyimning temiga choplagan edim. Kuniga 50 so'z yodlaydim. Shu Japonning rohitini endi ko'ryapman. 18. Ona til muorifi haqida bevosita his qilganlaringiz bormi? Ona til bilan chet el tili o'ttirisidagi munosabat haqida qanday qarashlaringiz bor? Farida Abliz. Asosiy muorif ona tilda ep berilsa eng unumli bo'ladi. Chet el tilini o'zini teg'imi taraqqiy qildirish uchun o'rganish kerak. O'zining ona tilida chala savat kishi chet el tilidami chala savat bo'ladi. Komil Mustafa. Har qanday inson oldi bilan o'zining ona tilini yaxshi bilishi kerak. Ona tilini yaxshi bilganda boshqa tilni o'rganishmi osonga tushadi. Himit Sidiq.
Ana tilni haqiqiy egiligandila boshqa tillarni yaxshi o'rgangili bo'ladi deb qarayman. Aslida dunyodagi insonlar birli tilda yaralgan bo'lsa ekan deyman. Lekin reallik undaq emas. Xanzucha, inglizcha qatorliq tillarni o'rganmay bo'lmaydi. G'ayrat to'xtikanji. Tafakkurni ona tilda qiladiganlarga nisbatan aytganda, ona tilga pishiq bo'lmasa tafakkuri cheklamaga uchraydi. Mening ona tilim Uyg'ur tili. O'ylab baqsam, o'z ona tilimni chet el tilini o'rganish jarayonida texmi yaxshi tushunibdiman. Men hozirmi ona tilimni o'rganyapman. Gapning rostini desam, o'rta maktabda o'qiyotgan chig'imda jumlaning bir bo'ligi bo'lgan egi bilan tilning tarkibiy qismi bo'lgan ismni ayirolmay o'qish bitirgan edim. Ularni rostcha o'rganish davomida bilishga majbur bo'ldim. Demak, chet el tili o'rganganda ona tilni bilishning zaruriyati ma'lum bo'ladi. Jur'at to'xtikanji. Meningcha, boshlang'ich ma'arifidan oliy ma'arifgacha hammasi ona tilimizda ib berilishi kerak. Bundaq bo'lganda odamning ufqumlar va masalalar haqidagi tushunchasi oydin bo'ladi. Masalan, ona tildagi narsani aql va yoshirin ong bilan tushunamiz. Boshqa tildagi narsani rosa diqqat qilmasak tushunolmaymiz. Bundaq ish beshimdan to'la o'tgan. Ona tilda xam odam boshqa tillarda ham bo'ladi. Tilning grammatikalik qurilishi va mantiqisi haqidagi ul xarakterlik bilim ona til zaminida yetiladi va boshqa tillarni o'rganishga aktiv yordam beradi. Bizning boshqa tillarni o'rganish seliqimiz nisbatan ig'ir. Biz ham xanzu tilini, ham ingliz, yapon tillarini o'rganishimiz kerak. Bu haqiqatan tas. Buning uchun hozirgi ma'arif holatimizni hassilab tuzitib mablag' selishga to'g'ri keladi. Biz bu jihatda Hindiston va boshqa Janubiy Osiyo davlatlarining tajribalarini ayniq qilishimiz kerak. Qutluq Sabit. Siz boshqa tillarga har qancha usta bo'lib ketgandimi, o'y fikrlaringizni yanada ona tilingizdagidek ifodalab bo'lolmaysiz. Bir tilni o'rganganda eng yaxshisi shu tilning izohli lug'ati orqali o'rganish lozim. Chunki har qaysi tillar orasidagi ma'nodosh so'zlar hargizmi ma'na jihatdan 100% barobar emas. Saltanat Ibrohim. Ona tilining sofligini qo'g'dash har bir kishining mas'uliyati. Chet el tilini mushu shartni o'rinlagan asosda o'rganish kerak. Men boshlang'ich oliy maktabgacha ona tilimda o'qigan. Meningcha ona tilni puxta egilgandila boshqa tillarni puxta egiligili bo'ladi. 19. Ona til va chet el tillarining ma'arifimizdagi o'rni haqida qiyoslaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Farida Ablis. Hozir ba'zi kishilar bola ona tilida o'qisa non jeb yemaydi deb qaraydigan bo'lib qoldi. Meningcha bu amaliyotni to'g'ri mo'ljallanmaslikdan kelib chiqqan umidsizlik. Chet el tilini ona tilni pishiq bilish asosida o'rganish kerak. Kamil Mustafa. Taraqqiy qilgan davlatlarning hammasi ma'arifda o'z ona tilini asos, chet el tilini yondosh o'rganib taraqqiy qilgan. Qutluq Sabit. Ona til ma'arifi bo'lmagan millatni millat degila bo'lmaydi. Chet el tili ma'arifi bizda endi shakllanib yotadi. Lekin bu haqiqiy ma'arifning talabidan yiroq. 20. Sizningcha Uyg'ur ma'arifi nimalarga duch kelmoqda? Texnologiya va uchurning taraqqiyoti biz uchun qanday xiristlarni tayyorladi? Javob yo'q. 21. Yaponiya maktablarining darslik qurilishidan bizning darslik programmamizga qanday nazar tashlash mumkin? Farida Ablis. Men Yaponiyaning darsliklarini tafsiliy ko'rib baqmag'ashqa bu savolga javob berolmayman. Kamil Mustafa. Yaponiyaning darsliklarida dogma darslar oz, ongni ochadigan mazmunlar ko'p. Jur'at to'xtikanji. Yaponiya maktablarining darsliklari zamonga moslashgan bo'lib, dunyoda o'ttirg'i chiqqan har soha yengiliklari darhol darslikda aks etadi.
O'quvchilar yangi uchurlardan dal vaqtida xabardor bo'la oladi. Bir darslik 10-20 yil o'zgarmasa, uni o'qib chiqqanlar dunyoning taraqqiyot qadamiga qandoqmi moslashalsin? Qutlug' Sabit. Bizning darsliklarimiz bekitib qo'yilgan bo'ladi. Yaponiyada darslikni o'qituvchi o'zi tanlaydi. Oy. Yaponiya darsliklari o'quvchilarni erkin fikr qilishga yetaklaydi. Ularga o'zining qonuniy huquqini qo'g'dash va boshqalarning huquqini hurmat qilishni o'rgatadi. Bizning darsliklarimiz o'lik yodlashni talab qiladi. O'quvchi o'qituvchining nopoziga bo'ysunmasa bo'lmaydi. O'qituvchi maktab mudirining og'ziga qaramasa bo'lmaydi. 22. Buningdan keyin haqiqiy boylik yer, emgak yoki kapital emas, balki bilimdir degan qarash taraqqiy topgan ellarda umumiy yuzlik qarashga aylanib bo'ldi. Bu nuqtadan aytganda, avlodlarimiz nimalarni qilishi kerak? Komil Mustafa. O'z kuchiga tayinib, tirishib, o'rganib, o'zimizda bor alohidalikni qazishi lozim. Himit Sidiq. Tirishib bilim egilash kerak. Jur'at To'xtikanji. Bu savollaringizga javob berishning o'rniga tavandagi ikki eg'iz gapni qilay. Siz muvofiq ko'rsangiz, bolalaringizni mushu iddia bilan tarbiyalang va do'stlaringizga shundaqda. O'z bolalarining kelgusi ustida bosh qotirayotgan ota-onalar oldi bilan bolalarga mundoq ruhni singdirsin. Bolalar o'zining faoliyat qiladigan o'rnining butun dunyo ekanligini tonib yetsin. Ular hargizmi o'zi tug'ilgan yerga qarashliq bo'lib qolmasin. Bolalar shundalar o'zining mavjudligini haqiqiy his qila oladi. Ota-onalarmi to'y-to'kun, choy-paylarni ozroq o'ynab, bolalarga yondashib tirishib berish kerak. Undaq bo'lmaganda bolalarni qoyil qilgudek salohiyatga ega bo'lolmaydi. Ular yana tejab turib, bolalari chet elda bir yil yashayoligidek iqtisod to'plashi lozim. Agar ular undaq qilolmasa, ota-ona bo'lish shartini hozirlayolmagan bo'ladi. Vatanning istiqboli bo'lgan yoshlar, sizlar nazaringlarni hadisili yashagan muhitinglarga va buguninglarga tiklabamanglar. Chunki undaq qilsanglar, tushkunlik patqig'iga petib qolasizlar. Sizlar nazaringlarni dunyoga tikinglar. Sizlar rolinglarni o'z yurtinglarda joriy qildiranmagan bo'lsanglar, dunyoda joriy qildiradigan o'rin cho'qim bor. Sizlar bilim bilan to'shib, kuchli bo'lsanglar, yurtinglarga yordam qo'linglarni suna olaysizlar. Agar ko'z oldinglardagi narsalarga tikilib turib olsanglar, bir umr turmush halakchiligida o'tasizlar. Biriga yaxshilik qilishmi qo'linglardan kelmaydi. Yaponlarda bir eshikni chekiversang, u hamon bir kuni ochiladi degan maqol bor. Siz bir nishon uchun zerikmay uzun muddat aqida qilsangiz, uningga cho'qim yetasiz. Qutlug' Sabit. Oliy maktabda diplom uchun emas, bilim uchun o'qiydigan, xizmat uchun emas, o'zini mukammallashtirish uchun o'qiydigan avlodlar chiqishi kerak. Saltanat Ibrohim. Bizda o'chmas madaniyat, osori atiqa, mo'l tabiiy boylik bor. Biz bularga dunyoviy ong bilan merosxo'rlik qilishimiz, uchur texnikasini yaxshi o'zlashtirib, dunyoga yuzlanishimiz kerak. Buning uchun o'zimizni tushunishimiz kerak. Ay, xalqimiz qonun o'rganishi kerak. Qadrli kitobxon. Yaponiyada ilm tahsil qilayotgan qarindoshlarimiz ustidagi ziyoratimiz oxirlashib qoldi. Aslida hech bo'lmaganda 40-50 nafar kishidan javob keladi deb o'ylagan edim. Amaliyotda savollarimga javob yezib avatganlar 10 ga bormay qoldi. Men sizlarga faqat shuni taqdim qila oldim. Ro'shanki javoblar oldirab tinab yezilgan. Buningdan ularning turli ruhiy holatini faraz qilg'ili bo'ladi. Ular bir bo'lsa, turmush, o'qish halakchiligida diqqatini yig'inmay qolgan. Bir bo'lsa, koni odat tufayli ziyoratimni o'zlarining foydasi bilan aloqasiz deb qaragan.
Bir bo'lsa turlik ehtimolliklarni o'ylab o'zlarini chetga elishgan, so'zlar imkon qadar ep qechilgan. Keyingi savollar javobsiz qoldirilgan. Nimali degan bilan ular javob yozmaganlarga nisbatan mas'uliyatli qarindoshlarimizdir. Bu yerdan javoblar kelayotgan mezgilda Germaniyada ilm tahsil qilayotgan qarindishimiz Umid Xoliqdan xat kelib qoldi. Mazkur xatning mazmuni ziyoratimiz ko'zlagan maqsadlar bilan birdek bo'lg'ashqa, jumladan maktub egasining muddaosimi yengillik tashna kishilarimizning manfaatini qo'g'dash bo'lg'ashqa, maktubni aynan berishni xohlab qoldim. Nihoyat uningga bir mavzu qo'shib qo'ydim. Doktor Umid Xoliqning xati. Ya'ni asli mavzusi Berlindan salom. Hürmetlik Abduqadir Efendi. Bugün torbeti orqali sizning Yaponiyada ilm tahsil qilayotgan Uyg'ur o'quvchilar haqida tekshirish etmoqchi bo'lganligingizdan xabardor bo'ldim. Sapoliq savollaringizdan oxirida nihoyat ahamiyatli bir natijani qo'lga keltirganingizga ishonaman. Men 1998-yildan beri Germaniyaning Berlin shahrida, ya'ni Berlin Texnika Universitetida turibman. 2002-yili 11-oyda doktorlik o'qishimni tamomlab, Germaniya hamkorlashmoqchi ham iqtisodiy yordam bermoqchi bo'lgan bir tadqiqot turiga, ya'ni Tarim daryosining to'van iqlimidagi og'ir darajada buzg'unchilikqa uchragan yeshil koridorni asliga keltirishning mumkinligi haqida tayyorlik qilyapman. 5 yillik Germaniya hayotimda men siz so'ragan savollarga javob bo'laligidek ko'plagan tajribalarni to'pladim albatta. Ehtimol mening yaqinda Urumchiga boradigan safarimda siz bilan ko'rishib bir nuqtalarda fikr almashtirish mumkinchiligi bo'lib qolar. Bugun men siz bilan boshqa bir masala ustida o'rtoqlashmoqchi. Ishni echvitish siyosatining natijasi sifatida yaqindan beri vatanimizdan Germaniyaga o'qish, bilim oshirishga keladiganlarning sonimi paydin-pay eshibyotdi. Hozir Germaniya yoki Jungo tarafning o'qish mukofoti bilan o'qiyotgan 25 atrofidagi yosh mutaxassisdan boshqa yaqinqi 2 yil mobaynida o'qish maqsadida kelgan xeyli ko'p Uyg'ur yoshlari bor. Keyingi 2 yil mobaynida o'z xarajati bilan o'qishga kelganlar asosan Beijingdagi bir necha aloqa shirkatlariga 20-30 ming yuan atrofida aloqalashish xarajati to'lab, xarakteri toza aniq bo'lmagan viza bilan kelgachga, ularning Germaniyadagi o'qish ishi ko'ngildagidek bo'lmayotdi. Bularning ko'pinchisining banki hisobidagi ota-onalari saplab bergan o'qitish mablag'i tugay deb qolgan bo'lsa-mu, ular texi o'qishga kirish salohiyatini hozirlab bo'lmagan. Albatta, sabab ularning bu yerda yaxshi tirishmayotganligida emas. Lekin chet eldagi qiyinchiliklarga qarata davlat ichidagi tayyorlikning yetarli bo'lmaganligida. Shu o'quvchilarning ota-onalarining Germaniyaning o'qish tuzilmasi, turmushi va navbatdagi iqtisodiy ahvoliga qarata rostchil va atrofliq uchur egilganligida. Beijingdagi bir necha aldamchi shirkat Uyg'ur ota-onalarni va o'quvchilarni chet elga bo'lgan alohida qiziqishidan foydalanib, har xil chiroyli yog'lama gaplar bilan aldab, o'tiridan 20-30 minglab foyda undirib olgan xolos. Kechiring, davomini keyin yozaman. 2003-yili 1-oyning 20-kuni Berlin. Assalomu alaykum, hurmatli Umid Efendi. Xat yozganingizga rahmat. Umumiy ijtimoiy tema ustida azobli xiyollarga ega ekanligingizni his qildim. Xatingizning davomini ko'rib, ondan inkos bildiray degan edim. Oldirash bo'lsangiz kerak, texchi oxirini ko'rishga muyassar bo'lolmadim. Kaminingiz elimi xatingizning tamomini ko'rishdan umidvorman. Ishlaringizga o'ngishlik tilab, Abduqodir. 2003-yili 1-oyning 21-kuni Kanazawa. Yaxshimisiz Abduqodir? Ehtimol bugunmi ko'p yozolmayman. Shundaqdimi tirishib boqay. Qisqasi, millatimizning farzandlarini o'qitishga mablag' selish bu bir yaxshi boshlanish.
mumkin qadar ko'plagan Uyg'ur farzandlarining Yaponiya, Germaniya va boshqa davlatlarga chiqib o'qib, millatga, yurtga yaramli odam bo'lishini hammamiz orzu qilamiz. Lekin chet eldagi dastlabki qiyinchilikni oldin obdan mo'ljarlash, tegidan tushunish kerak. Mening tajribamga asosan Germaniyaga kelib o'qishni planlagan yoshlarga tövendagidek maslahatim bor. Til o'tkilidan mumkin qadar Jungoda o'tib olish kerak. İmkan bor Jungo ichida mumkin qadar 2 mavsum, hech bo'lmaganda bir mavsum Germaniya tili o'rganib, til asosini yoritib olish kerak. Urumchidami Germaniyadan borgan germanlar german tilidan dars ochdi va dars o'tishga tayyor. Qandaqdir germanchini Germaniyada turib o'rgansa yaxshi o'rgangani bo'ladi degan uqum xato. Chunki bu yerda o'tiladigan german tili darsining haqqi qimmat yoki belgilik ingliz tili asosini talab qiladi. Darsni o'zlashtirmak qiyin. Qisqa vaqt ichida DSH imtihonidan o'tib ketish oson emas. Jungoda qo'lga keltirgan diplomlarni Beijingda Germaniya elchixonasining salohiyat tekshirish o'rnida tekshirtish kerak. Jungoda oliy maktabni bitirgandan keyin yoki oz bo'lganda 2 yil oliy maktabni o'qigandan keyin o'qish isbot materiallarini Beijingdagi Germaniyaga berib o'qimoqchi bo'lgan jungoliq o'quvchilarning o'qish salohiyatini tekshirib bekitish o'rniga avatib, shu yerdan diplomlarning rostligi haqida guvohlik isbotini qo'lga keltirish kerak. Chunki Germaniyaning haqsiz o'qitish siyosati ko'plagan jungoliq o'quvchilarni o'ziga jalb qilgan bo'lg'achqa, yaqinqi bir necha yilda ko'plagan o'quvchilar ko'chalardan yolg'on oliy maktab diplomi setib olib, Germaniyaga kelgandan keyin chinib Germaniyadagi oliy maktablar Jungo diplomini hisobga olmaydigan mantiq shakllandi. Shuning bilan 2001-yildan boshlab Germaniyaning Beijingdagi elchixonasida tekshirish o'rni ta'sis qilindi. Bu isbot bo'lmasa Germaniyada oliy maktabga kirish mumkin emas. Chetga chiqqandan keyin bir tarafdan ishlab pul tepib o'qish iddisi navbatdagi iqtisodiy ahvolda amaliyotga uyg'un emas. Germaniya iqtisodi yaqindan beri yaxshi bo'lmayotdi. Ishsizlik og'irlab ketdi. Ish bo'lgan taqdirdami Germaniyaga yangi kelgan chet elliklarga osonlikcha oshmaydi. Buni oldin mo'ljarlash kerak. Biz albatta Germaniyada o'qishga qiziqadigan Uyg'ur qarindoshlarning biz bilan aloqalashib, texmi aniq uchur egilishiga yordam qilamiz va qilyapmiz. Ota-onalarning va yoshlarning qizg'inligiga so'g'uq suv sepkimiz yo'q. Lekin oldinib xat uchur bilan qaymoqib qolmasligini, o'zini obdan dangsab ondan bir qarorga kelishini umid qilamiz. Abduqodir vaqt munosabati bilan ba'zi nuqtalarni toza ochiq askartishga imkon yassizman. Keyin ochiqroq suhbatlashamiz. Siz bir ilmlik odam, yozg'uchi. Agar men askartgan ba'zi nuqtalar sizning keyingi asarlaringiz uchun belgilik xom material bo'lib qolsa ajab emas. Vaqtingizni oldim. Hurmat bilan Umid Xoliq. 2003-yili 1-oyning 22-kuni Berlin.